Axlat yemekliklar asli tukish qobiliyatini 4 kun ichida buzib o'tadi ekan. Yo'llovchi doktorlar to'r bekitidan Nurmamat doktor Shimoliy Karolina Universiteti tibbiy institutining Neon jurnalida e'lon qilingan yenilik yaratqish tadqiqotida axlat yemekliklarning menining xotir markazini tezlikda qayta tuzib chiqib belish iqtidorining chekinishini keltirib chiqardiganligi oshkorlandi. Bu tadqiqot yemek-ichmakning meni sog'lomligiga bo'lgan chunqur ta'sirini gavdalantirib, semizlik keltirib chiqardigan asli tutish qobiliyatining chekinishning oldini olish uchun yeni yo'llarni ochib berishi mumkin. Tədqiqatda bayqilishicha tipik g'arbcha axlat yemekliklar masalan pishloqli hamburg va mayliq kaboblardagi to'yingan yog' miqdoriga tadqiq qilingan yuqori mayliq yemek-ichmak menining sakan qurra yo'lidagi SSK oraliq neyron deb atiladigan alohida meni hujayralarining glikoz qabul qilishini to'sqinlikqa uchirtib, ularni haddidan ziyoda aktivlashtirib etadi ekan. Bu normalsiz harakat qisqa vaqtlik mushundaq yemek-ichmakka to'sh kelgandimi sakan qurra yo'lining xotirini bir taraf qilish iqtidorini qalaymiqonlashtirib etadi. Men hujayralarning energiya metabolizmini tanishadiganki kami ishki asli bu jarayonda alqiliq rol o'ynaydi. Shimoliy Karolina Universiteti tibbiy institutidan professor Song mundaq deydi. Biz yemek-ichmak va metabolizmning meni sog'lomligiga ta'sir ko'rsatadiganligini bilardik. Ammo sakan rayonidagi SSK oraliq neyronlarning qisqa muddatlik yuqori mayliq yemek-ichmakning ularning iqtidoriga bevosita ziyon soladigan darajada sezgur bo'lishini o'ylamagan edik. Eng hayron qolarligi shuki, bu hujayralar glikoz ta'minotining ozayishiga tez inkas qaytaradi ekan. Bu o'zgarishlar asli tutish iqtidoriga ziyon yetkazishga yetarli ekan. Tadqiqotchilar shoshgan modellarni axlat yemeklikka o'xshaydigan yuqori mayliq yemek-ichmak bilan bekib, aram 4 kun ichida menining xotir markazidagi SSK oraliq neyronlarning haddidan ziyoda aktivlashganligini kuzatdi. Bu tez unum o'riplash yoki diabet kasali paydo bo'lishidan xeyli burun yuz bergan bo'lib, xotir yo'llarining yemek-ichmakka qanchalik sezgur ekanligini va oziqlikning meni salomatligini saqlashdagi halqiliq rolini ta'kidlaydi. Bu tadqiqot yana to'yingan yog'ga yuqori mayliq yemek-ichmakning baldur kelishlik devonlik kasaliga o'xshash nerva chekinish xarakterli kasalliklarning xavfini oshirib etishi mumkinligini ko'rsatib beradi. Qandaqli bo'lmasin, menidagi glikoz saviyasini asliga keltirish neyronlarning haddidan ziyoda aktivlashishini unumli bostirib, asli tutish qobiliyatining kamligini to'stalaydi. Yemek-ichmakni tanishish yoki dorilar orqali aralashish, semizlik bilan munosabatlik nerva chekinish xarakterli kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Diqqat qilishga arziydirini yuqori mayliq yemek-ichmakdan keyin aralab ro'z tutish, SSK oraliq neyronlarning faoliyatini normallashtirishga va asli tutish iqtidorini yaxshilashga yetarli bo'lgan professor Song mundaq deb ta'kidladi. Bu tadqiqot yemek-ichmakning meni sog'lomligiga qanchalik tez ta'sir ko'rsatadiganligini va ro'z tutilish yoki nishonliq davolashga o'xshash baldur aralashish orqali asli tutilish iqtidorini qo'llash va semizlik hamda metabolizm qalamqinchilari bilan munosabatlik uzun muddatlik bilish masalalarining xavfini azaytgani bo'ladiganligini ko'rsatib beradi. Uzun muddatda bu xil strategiyalar metabolizm iqtidorining qalaymiqonlashishi bilan munosabatlik baldur kelishib devonlik kasalining kun sari eshiyotgan ijtimoiy yukini yeniklatib, sog'lomlikni universal boshqarish uchun yeni usullarni ta'minlaydi. Tadqiqot guruhi bu nishonliq davolash usullarini insonlarga qo'llang'ili bo'ladigan bo'lmaydiganligini va yuqori mayliq yemek-ichmakning baldur kelishib devonlik kasali xavfiga qandoq to'rt qo'shilganligini texnik ilgirlagan oldi tadqiq qilishni planlamoqda. Kelgusidagi tadqiqotlarda yana menidagi glikoz saviyasini muqimlashtiradigan yemek-ichmak andezisiga o'xshash turmush usulini asos qilgan aralashishlarning qo'llash roli bor yo'qligi tekshirildi. Mazkur ilmiy tadqiqot Amerika Shimoliy Karolina Universiteti tibbiy instituti tarafidan 2025-yil 9-oyning 11-kunida Tozliq nerva ilmiy jurnali Neuron'da e'lon qilingan maqolaning temasi glikoz tarafidan tormozlangan deniz eti rayonidagi SSK oraliq neyronlarni nishonlash orqali yemek-ichmak keltirib chiqargan semizlikdagi bilish iqtidorining chekinishining oldini olish.